لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hurmatli azizlar, bugungi suhbatimizda Madina Munawvara fazilati va u joyda bajariladigan ba'zi bir amallar haqida suhbatlashamiz inshaalloh. Barchamizga ma'lumki, Madina Munawvara bu eng yer yuzidagi ulug' joylardan hisoblanadi bu. Chunki bu joyda Qur'oni Karimning juda ko'p qismi nozil bo'lgan. Aynan shu oyat karimalar nozil bo'layotganiga bu tabarruk joylar guvoh bo'lgan. Va bu joyda bir qancha sahobiy kiromlar yashaganlar. Bu joyga dafn ham qilinganlar. Bu joyni eng fazilatiga fazilat qo'shadigan narsa payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam shu joyda salkam 10 yil yashaganliklari va bu joyga u zot dafn qilinganliklari deb ulamolar shu narsani ko'rsatadilar. Demak, bu yurt shunaqa bir tabarruk yurt. Hajga ketadigan odam birinchi shu yurtga borib, u joydagi ziyoratlarini qilib, keyin Makka Mukarramaga boradi. Demak, bu 3-4 kunlik bu Madina davrini nihoyatda qattiq qadriga yetishligimiz kerak bo'ladi. Chunki bu joy borasida, ya'ni dunyodagi eng ulug' joy qaysi joy degan masala borasida ba'zi ulamolarimiz, ya'ni Ka'batulloh o'rnashgan joyni aytsalar, ba'zilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam dafn qilingan shu Masjidun Nabaviyni, umuman Masjidun Madina Munawvarani aytadilar. Mana bu borada ham kitoblarimizda keltiriladi. Innal buqata sharifata allati dufina fiha ar-rasul hiya ashraful biqa alal ard. Qarang. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dafn qilingan joy bu yer yuzidagi eng ulug' joy hisoblanadi deyaptilar. Davomida summa taliha al-Ka'batu al-musharrafa. Undan keyin Ka'bai muazzama, ya'ni Ka'batulloh o'rnashgan joy undan keyin turadi deyaptilar. Ba'zi ulamolar birinchi, ya'ni Ka'batulloh o'rnashgan, ya'ni Makka Mukarrama eng ulug' desa, ba'zilar mana yuqorida aytilgandek, ya'ni Madina Munawvara eng dunyodagi ulug' joy, makon hisoblanadi deganlar. Demak, nima bo'lgan taqdirda ham azizlar, bu Madina Munawvara eng ulug' joylardan biri hisoblanar ekan. Hoji odam bu narsani yaxshi his qilish kerak. Bu joyga boryaptimi, bu joyni qadriga yetib, bu eng tabarruk, eng yer yuzidagi yer sharidagi eng tabarruk joyga boryapman men deb bu yo'lni his qilib, u joyni haqqini ado qilishga harakat qilish kerak. U joyga, u shaharga, Madina Munawvaraga kirishdan oldin kitoblarda keltirilgan duolar bor, o'qiladigan duolar bor. Shularni kitobdan har bir hojini qo'lida kitob bor, shulardan foydalanib, zikr tasbihlar, salavotlarni, eng asosiysi salavotlarga qattiq urg'u berib, salavotlarni ko'p aytib, shu shaharga, ya'ni kirishga harakat qilish kerak. Demak, ziyoratchi Madina Munawvaradagi mehmonxonaga o'rnashib olgandan keyin yuk taqlarini bir joyga joylab, xotirjam bo'lgandan keyin imkon qadar tezroq shu payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni masjidlarini ziyorat qilish, u zot sharifga salom aytish va hokazo shunday ishlarga kirishga harakat qilish kerak. Chunki bu Madina Munawvaraga borishdan eng asosiy maqsad shu payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning qabrlarini ziyorat qilish, u zotga salovat yo'llash, u zotga salom aytish, mana shu maqsadlarda boriladi o'zi. Demak, u Masjidun Nabaviy payg'ambarimiz masjidlarini ziyoratga chiqishdan oldin mehmonxonada g'usl qilib, agar mabodo g'usl qilolmay qolsa, tahorat bilan chiqsa ham bo'laveradi. G'usl yoki tahoratlar bilan birga, ya'ni pokiza holatda bu Masjidun Nabaviyga tomonga yo'l oladi. U Masjidun Nabaviyga kirishdan oldin kitoblarda keltirilgan ya'ni duolar bor. Ularni albatta o'qib, ixlos bilan, muhabbat bilan shu Masjid-i Nabaviyga kiriladi. U joyga kirgandan keyin demak 2 rakat tahiyatul masjid namozi o'qiladi. Ya'ni 2 rakat nafl namoz o'qiydi. Demak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning masjidlariga kirib, shu nafl namozlarini o'qib bo'lgandan keyin u zot sharifni endi qabrlarini ziyorat qilishga harakat qiladi. Ya'ni u zotga salom yo'llaydigan joy ham o'zi qabrlarni oldi. U hammamizga ma'lum,
masjidga kirgandan keyin yashil gumbaz bo'ladi. Shu yashil gumbazni ostida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qabrlari ham shu joy. Shu joyga dafn qilinganlar. Aynan salomlarni ham shu joyga borib beramiz endi. Endi bu kishi namozni o'qib bo'lgandan keyin shu bobu salom degan eshik bor. Shu salom eshigi deyiladi. Birinchi eshik, birinchi raqamli eshik. Shu eshikdan kiriladi endi. Shu eshikdan kirgandan keyin uzun bir yo'lakka o'xshagan joy. Shu joydan borilganda oxirida chap tomonda 3 ta bir eshik keladi. Shu o'rtadagi 3 ta eshikning o'rtadagi eshigi haqiqiy salom beriladigan joy shu joy. Ya'ni 3 ta eshik deyapmiz. Har bittasi go'yo ikkitadan tabaqalik eshiklar, go'yo bir darvoza, shunaqa ikkita tabaqasi bor darvozalardan iborat 3 ta eshik. Shu o'rtadagi eshik mana ikki tabaqali dedik. Birinchisiga qarab turib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga salom beriladi endi. U joyda o'zi belgilab qo'yilgan har bir eshikda o'zi halqalari bor. Halqaga o'xshagan bir narsa bor. Shu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga salom beriladigan eshikning halqasi kattaroq. Shu ana shundan ham bilib olsak bo'ladi u payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga salom beriladigan eshik qaysi ekanligini. Shu joyga endi kelib salom beriladi. Nimaga endi bu joyga kelib bu Rasulullohni qabrlarini ziyorat qilinyapti, Masjid-i Nabaviyyaga kelib deyiladigan bo'lsa, chunki juda ko'p hadislarda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni qabrlarini ziyorat qilish, u zot sharifga u qabrlarning oldida salom berishlarni ajr va mukofotlari juda katta ligi aytilgan va juda katta ajr mukofotlar va'da qilingan. Jumladan bir hadis sharifda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, "Man zara qabri wajabat lahu shafaati" dedilar. Bu hadis sharifni Imom Doriqutniy, Imom Bayhaqiylar keltirganlar. Ya'ni kim meni qabrimni ziyorat qiladigan bo'lsa, unga meni shafaatim vojib bo'ladi deyaptilar. Demak, mana shu yashil gumbazni ostidagi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni qabrlarini ziyorat qiladigan bo'lsak, inshaalloh bu hadisda aytilgandek payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni qiyomat kunida shafaatlariga noil bo'lamiz inshaalloh. Bundan boshqa yana Rasulullohning qabrlarini ziyorat qilganlarga juda ko'p ajr mukofotlar va'da qilingan. Demak, boshqa narsa, boshqa ajr mukofotlarga ham erishamiz xudo xolasa. Endi shu salom beriladigan eshikning ro'parasiga borganimizdan keyin shu kitoblarimizda yozilgan qanday salom berishlar yozilgan. Ana assalomu alayka ya Rasululloh, assalomu alayka ya xayra xalqillah deb uzun boshlanadigan salom bor, shularni aytamiz. Ya'ni assalomu alaykum ey Allohning rasuli, assalomu alaykum insoniyatning eng yaxshisi, sizga Allohning salomi bo'lsin degan mazmunlarda shu kitoblarimizda o'zi chiroyli ko'rsatilgan. Shunday qilib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga salomlarimizni hammasini chiroyli yetkazamiz. Keyin u joyda albatta Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan ya'ni shafaat so'raladi deyiladi. Kitoblarda keltiriladi, ya Rasululloh inni as'aluka ash-shafaata. Ya Rasululloh sizni meni shafaat qilmoqligingizni so'rayman deb turib, ya'ni Allohim bu rasulimiz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni shafaatlarini o'zing nasib qilgin, shu zot bizni shafaat qilsinlar deb yana Alloh taolodan qattiq iltijo qilib, ya'ni so'raladi. Keyin misol uchun bizga juda ko'p odamlar salomlar aytgan bo'lishi mumkin. Rasulullohga salom ayting, salomimizni Rasulullohga yetkazing deb o'zi yurtdoshlarimiz salomlar aytgan bo'ladilar. Shunday holatlar bo'lishi mumkin. Unday holatda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga, ya'ni ularni ham salomlarini yetkazamiz. Ya'ni birinchi o'zimiz salomimiz, o'zimiz shafaatlarni so'rab bo'lganimizdan keyin bizga salom yo'llaganlarni, salom aytib qo'ying deganlarni salomini yetkazamiz. Ya'ni falonchini o'g'li falonchi Abdulloh, falonchini o'g'li Abdurrahmon deb turib ismlarni aytib, shu sizga salom aytdi, sizni shafaatingizdan umidvor bular deb turib, shunaqa ularning salomlarini ham yetkazamiz. Endi ba'zan ularni ismlari esimizga kelmasligi mumkin yoki ular ismlari juda ko'p bo'lishi mumkin yoki vaqt tig'iz, uni hammasini aytib o'tirsangiz, erta vaziyat ko'tarmaydigan bo'lsa, unda shu sizga bir qancha ummatlaringiz salomlar aytganlar, shularni hammalarini salomini qabul qilgaysiz. Ularning barchalari sizni shafaatingizdan umidvor ya Rasululloh deb turib, Alloh taolodan ham so'rab shu duoyi xayrlar qilinadi, ularning ham salomlari yetkaziladi. Shunday qilib, demak, duolar qilgandan keyin bir yarim metrcha yurib, ikkinchi tabaqaga o'tilinadi endi. O'tib Hazrati Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuga
salom yo'llanadi. Ya'ni assalomu alayka ya xalifata rasulillah deb boshlanadigan salom bor. Kitoblarimizda uzun keltirilgan, shularni hammasini aytib, assalomu alaykum ey Allohning rasulini xalifasi Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu deb u zotga Allohning salomi bo'lsin sizga men tomondan va biz tomondan va barcha ummati Muhammadiya tomonidan Alloh taolo sizni yaxshi mukofotlar bilan mukofotlasin deb turib u zot sharifga ham salomlar yo'llanadi. Yana biroz siljib turib, 1,5 metrcha siljib turib, yana shu eshikka qarab turib, Hazrat Umar roziyallohu anhuga ya'ni salom yo'llanadi. Assalomu alayka ya amirul mu'minin deb bu ham uzun kitoblarimizda keltirilgan. Shu duolar bilan yana assalomu alaykum ey mo'minlarning amiri deb boshlab Hazrat Umar roziyallohu anhuga ham salom beriladi. Ya'ni sizga Allohning salomi bo'lsin. Men tomonidan va barcha musulmonlar tomonidan Alloh taolo sizni ham ya'ni yaxshi mukofotlar bilan mukofotlasin deb bir salomlarni, duolarni yetkazib, ya'ni bulardan keyin salomlarni yetkazib bo'lgandan keyin alohida bir duo qilinadi. Alohida ya'ni astog'dil shu zotlarni barakotlardan u joylardagi duolar ijobat bo'ladi. Odam o'zini uchun, farzandlari, ota-onasi, yurti, xalqi, vatani hamma qalbim to'g'risida nima duolar bo'ladigan bo'lsa, duolarni Allohdan so'rab, yig'lab shu astog'dil bir duoyi tazarrular bilan keyin bir odob, axloq bilan chiqib ketishga harakat qilinadi. U joyda o'zi salom yo'llayotgan paytda ham xuddi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam farazan tirik shu zotga siz bilan muloqot qiladigan bo'lsangiz qanaqa holatda turasiz? Xuddi shunday, ya'ni odob, axloq bilan salomlarni yo'llab, chiroyli ta'zim bilan, chiroyli bir hokizorlik bilan, odob bilan ya'ni chiqib ketiladi. U zotlarga qarab, biroz orqa-machak yurishga, orqaga qarab, shu vaziyatga qarab, shu odob bilan, ta'zim bilan ya'ni u eshikdan chiqib ketiladi inshaalloh. Mana shu o'rinda agar qandaydir shoshilinch bo'lsa yoki tiqilinch bo'lsa, vaqt ziqroq bo'ladigan bo'lsa, kitoblarimizda keltirilgan duolarni ham, masalan, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga yetkaziladigan salomlar yoki Hazrat Abu Bakr Siddiq, Hazrat Umar roziyallohu anhuga yetkaziladigan salomlarni ham biroz qisqaroq qilib yetkazsak ham bo'ladi. Chunki vaziyatdan kelib chiqib, agar hammasini aytadigan bo'lsak, kimlardir turtib yuboradigan, shunaqa bir noqulay holatlar bo'ladigan bo'lsa, vaziyatga qarab ish qilsak ham bo'ladi. Endi mana shunday salom berish, bu doimo erkaklar bemalol shu salom bobidan kirib, salomlarni berib chiqishlari mumkin. Har bir namozdan keyin salom berishlari ham mumkin yoki tashqaridan turib rosa shu yashil gumbazga qarab salom berish ham mumkin. Har bir namozdan keyin, misol uchun, birinchi marta shunaqa chiroyli qilib salom bergandan keyin keyingi namozlardan keyin, keyingi misol uchun masjidin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam masjidlariga kirgan paytda shunaqa salomlar berish mumkin. Endi ayollar masalasi-chi desa, ayollar endi shu masjidlarda yuqorida aytganimizdek namozlarni, nafl namozlarni o'qib bo'lganlaridan keyin birinchi kelib masjidga duolarni o'qib kiradilarda, ular ham shu nafl namozlarini o'qib, tahiyatul masjid namozlarini o'qib, ular endi salom eshigidan ular kirolmaydilar. Ular qancha qayerda tursalar salom berishga imkoniyat bo'ladigan bo'lsa, shu joyda yashil gumbazga qarab, ular shu yuqorida qanday erkaklar salom bergan bo'lsalar, xuddi shunday beraveradilar. O'zi ko'rilsa ma'lum bo'ladi, ayollar shu 3-4 kishi jamoa bo'lib turib, shu yashil gumbazga qarab salom yo'llayotgan bo'ladi. Shunaqa shu birovga xalaqit qilmaydigan, bir ruxsat berilgan joylarda turib Rasulullohga salom berishlari mumkin bo'ladi. Endi bu ayollar yana ravzaga kirganlarida alohida salom beradilar. Endi birinchi kirishda mana shunday qilib salom bersalar ham bo'ladi. Endi qancha yaqin gumbazga yaqin tursalar, shuncha yaxshi hisoblanadi endi. Endi ba'zan ayollarda uzrli holatlar ham bo'lib qolishi mumkin. Bunday holatdagi ayollar nima qiladi desa, bunday holatdagi ayollar shu Masjidun Nabaviyni oldiga kelib, eshigidan ichkariga kirmaydilar endi. Tashqarisida turib, ya'ni panjara bilan o'ralgan devorlari bor. Shu to'siq qilib qo'yilgan. Shu to'siqni tashqarisida turib, yashil gumbazga qarab, ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga yuqorida aytilgandek shu salom, duolar, Hazrat Abu Bakr Siddiq, Hazrat Umar roziyallohu anhu hammalarini sizga salomlar, boshqalarning salomlarini yetkazish hammasini mana shunday qilib bajaraveradilar. Bu ayollar bunaqa kira olmaganliklari uchun, bemor bo'lib qolib ham uzrli bo'lib ichkariga kira olmaganliklari uchun aslo xafa bo'lmasliklari kerak. Chunki bular o'zlarini qo'llarida emas bu holat. Bu Alloh taolo bularga berilgan bir bemorlik. Har oyda bular mana shunday bemor bo'lib turadilar.
bu ular noshukrlik qilmasdan sabr qilib, chiroyli holatda qo'llaridan kelgancha mana shunday duoyi salomlarni yetkazadigan bo'lsalar, bular ichkariga kirib Rasulullohning huzurlariga shu oldilarida kelib salom berganlarni ajrchalik ajr oladilar inshaalloh. Chunki hadislarda keladi, bemor odam u bemorligida o'zi kuchi yetgungacha qanchadir ibodat qiladigan bo'lsa, u bemorlik sababli ibodatni komil qila olmayotgan bo'lsa, u shu sog'lik paytda chiroyli ibodat qilganda qancha ajr mukofot oladigan bo'lsa, bemorlik paytda ham shunaqa ajr mukofotlarni oladi degan bir mazmunda hadislar bor. Demak, hech tushkunlikka tushmasdan qo'llaridan kelgancha bor imkoniyatlarni ishga solib shu ibodatlarni bajaraveradilar bunaqa uzrli ayollar ham. Keyin uzrli ayollarga ham faqat masjidning ichiga kirish mumkin emas, namoz o'qish mumkin emas, ham Qur'on o'qish mumkin emas. Qolgan zikr tasbehlar, salovatlar, u kitoblardagi duolar hammasi mumkin. Ma'ruzalar eshitish, hatto Qur'on tilovatini eshitish ham mumkin. Faqat qori bilan birgalikda takror qilib qo'ymasliklari kerak. Mana shu o'rinda yana bir narsa, aslo ayollarimiz u uzrlilarni to'xtatishlik uchun dori ichmasliklari kerak. Shu narsani to'xtatib turishlik uchun aslo dori ichmasliklari kerak. Chunki agar oldingi yillar, masalan 1-2 yil tajribamizdan ma'lum yoki ustozlarning tavsiyalari bor, shunaqa ayollar shu narsalarni ichib, bir qancha ayollar o'zlari shikoyat qilib, meni odatim umuman buzilib ketib qoldi. Oldin bir kun, 5 kun yoki 6 kun bo'ladigan bo'lsa, bu hozir 10 kun, 15 kun, 20 kun qachon to'xtash hech narsani bilmay qolyapmiz. Juda ham mashaqqat ekan, bu foydasidan ko'ra zarari ko'p ekan bu dorilarni deb shunaqa shikoyatlar bor. Shunday ekan, bu ayollar bu o'zlariga bog'liq narsa emas bu. Alloh taolo bergan bemorlik bo'lgandan keyin o'zlaricha bir narsalarni qilmaganliklari ma'qulligi bu soha mutaxassislari tomonidan ta'kidlangan. Bu narsaga ham alohida ayollarimiz e'tibor berishlari kerak bo'ladi. Shu o'rinda 50 boshilarimizga bir tavsiya bor. Ya'ni mehmonxonalarga joylab bo'lgandan keyin shu ziyoratchilarni bir ma'lum bir nechta sanoqli narsalar bor, shularni ziyoratchilarga bildirib qo'yishlari kerak. Ya'ni Masjid-i Nabaviyga qayerdan boriladi, qanday boriladi, shularni albatta imkon bo'lsa o'zlari birga borib, ana yuqorida aytganimizdek, shu tahiyatul masjid namozlarini o'qitib, salomlarga birga kirishlari nur ustiga nur bo'ladi. Xullas, Masjid-i Nabaviyga qanday borishni o'rgatishliklari kerak bo'ladi. Chunki ziyoratchilarning ichlarida birinchi marta u joylarga borayotganlari ham juda ko'p bo'ladi. Keyin namoz vaqtlarini ham albatta ularga bildirishlari kerak. Namoz vaqtlari shu, bu joyda namozlarda farqlar bor. Ular bizni vaqtlar bilan hisob-kitob qilmasliklari kerak-da. U Saudiya Arabistonning alohida namozlarning vaqtlari bor, uni bildirib qo'yishlari kerak. Keyin oshxona qayerda joylashgan, u joyni albatta aytishlari kerak. Shifoxona qayerda joylashgan, u joylarni. Keyin masalan yosh kattalarga Wi-Fi-larni yoqib berishga yordam berishsalar, Wi-Fi-larni yoqib berib, agar imkon bo'lsa bir uydagilar bilan bitta gaplashtirib qo'ysalar, shu bilan quloqlari tinchiydi. U otaxon, onaxonlar ham tinchgina ibodatlarni qiladilar. U bu yerda O'zbekistonda qolgan ularni farzandlari, nabiralari ham hadeb 50 boshini bezovta qilavermaydi. Shunga o'xshagan yoki misol uchun e'lon doskasida yozilgan ba'zi bir zarur narsalar bo'ladi. Ravzaga falon kuni kiramiz, Qubo yoki Uhudlarga falon kuni boriladi degan shunaqa e'lonlar bo'ladigan bo'lsa, ularni ya'ni ziyoratchilarga shu rejalarni shuni aytib qo'yadigan bo'lsalar, ularda ortiqcha savollar, u 50 boshimiz bizga e'tibor qilmayapti, biz nima qilaylik, nima qo'yaylik degan narsalar, ortiqcha gap so'zlar bo'lmaydi. Va 50 boshlar mana shu narsaga ham alohida e'tibor qaratishlari maqsadga muvofiq bo'ladi. Hurmatli azizlar, bugungi suhbatimizda asosan aytmoqchi bo'lgan narsalarimiz shulardan iborat. Keyingi suhbatimizda Xudo xolisa Masjid-i Nabaviy payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning masjidlarida o'qiladigan namozlarning fazilatlari, u Ravza, Qubo, Uhud, shunga o'xshagan yana Madina Munavvarada bajariladigan yana ba'zi bir ibodatlar haqida suhbatlashamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.